Xitoyliklarni yig'latib yuboryapti turgan vodiylik akalarimizdan qaranglar, bomba aksiya. Mishalkani bog'idamiz. Cheklamagan miqdorda. Mana buni qaranglar. Pachimlikli variantda ustakalarimiz ham davri keldi. Endi beloriqqa hojat yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak 3 million 650 ming. U yog'iga ham to'kaveradi, bu yog'iga ham to'kaveradi. 0,25 kuba bo'ladi. Xo'p, bu pachimlikli variantda bo'ladi. Mana bunisi putilkali variantda bo'ladi. Bunisi 3 million 550 ming so'm. Qadrdonlar past to'kkan ishlaydigandan bo'ladi. Undan tashqari dravilkalar, universal dravilkalar bo'ladi. Qo'l quruq tanlamaydiganlar, makka, sota hammasidan chiqaradigandan bo'ladi. 2 million 200 ming so'mdan 3 million 2 million 800 ming so'mgacha. 2 million 200 dan 2 million 800 ming so'mgacha bo'ladi. Juda ham sifatli bo'ladi. Eng kamida 180 tok bo'lish kerak va 220 tokka zo'r ishlaydigandan bo'ladi. Manzil Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan, Qo'qon iqtisodiy zonasidan bo'ladi. Birinchi qo'l ishlab chiqaruvchi akalardan. Agar mana shu mishalkamizdan 5 ta oladigan bo'lsangiz, vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo tekin, qolgan joyga kelishiladi.